Assalomu alaykum Navoiy, men sizlarga bitta ajoyib lokatsiyadan shunaqa xonadonimizni topib qo'ydim. Xo'p azizlar, bu xonadon aynan kimlar uchun deb bilasizlar? Bu xonadon yaqinda o'qishga, farzandlari o'qishga kirgan insonlar uchun juda qo'l keladigan, chunki shundoqqina pedinstitut 14 ikkinchi maktabning yonginasida 7 etajli domni ikkinchi etajda joylashgan xonadon, 2 xonalik. Kelinglar bo'lmasa bitta ko'rib chiqamiz. Qaranglar, mana shunaqa kirishdan bu yoqda bizada hojatxona, bu yoqda vannamiz, mana bunaqa kattakon kuxnyalari ko'ryapsizlarmi? Qanday azizlar, zo'rmi? To'g'ri, ozgina remontlari eskiroq, lekin narxi ham xuddi shunga yarasha juda shokolad narxlar. Kelinglar, birinchi xonamiz, zalimizni, mehmonxonamizni bitta ko'rib chiqaylik. Mana shunaqa. Pollari polностью taxtadan qilingan, bu eski dom bilasizlar. Avvalgi domlarning hammasi pollari taxta bo'lgan. Issiqlikni juda yaxshi ushlaydi. Xonadonimizda ichida issiqlik ham shunaqa issiqqina turibdi. Skromligina, oddiygina lyustralar ham bor azizlar. Bo'lmasa, kelinglar ikkinchi xonani ko'rsataman bo'lmasa. Kelinglar, bizda bu ikkinchi xonamiz, spalni xonamiz. Qaranglar, mana shunaqa. Xonada yana bitta plusi shundoqqina, agar sizlarga garderobni kerak bo'lmasa, mana shuni shundoqqina olib tashab, xonani yanada kattaroq qilsalar bo'ladi. Bemalol. Xo'p, kelinglar, endi hojatxona bilan vannani ko'rsataman men sizlarga. Bu bizada hojatxonamiz. Xo'p, endi vannasini bitta ko'raylik. Kelinglar. Bunisi esa vannasi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini egalari 445 million so'm dedilar. Bizlar sizlar uchun tortishib savdolashib 438 million so'mga ko'ndirib qo'ydik akalar. Qarang, aytinglar. Bunaqa lokatsiyada, bunaqa xonadon, tim bo'li ikkinchi etajda bu narxga hozir topish ozgina muammo, to'g'risida. Shu uchun kelinglar, ko'ringlar, uy yo'qsa, yana egalari sizlar uchun sunnatiga ozgina o'tib beradilar. Bemalol gaplashsalaringiz bo'ladi akalar. Sizlar uchun mana shunaqa xonadonlarni ko'rsatib boradigan Navoiylar agentligi. Sog' bo'linglar.